که من مهرمیه Voy qishi tur. Soat 7 bo'lyapti, uyg'on tezroq. Bas uxlay turgim kelmayapti. Mayli, o'zing bilasan. Hozir o'yin boshlanadi. Futbolni bitta o'zim maza qilib ko'rar ekanman-da. Voy! Jahon chempionati-ku. Nima oldinroq uyg'otmadingiz? Shu o'yinni o'tkazarsam o'zim kechira olmayman. Yi, ovqat qilmaganmisan? Yo'q. Kechagi ovqatim tugagandi. Voy, ichimlik bilan chaqchuq nimadirlar ham yo'qmi? Olib ketish esimdan chiqib ketibdi-da. Bo'pti, unda ovqatingni qil. Yo'q, o'z qilib bering. Ha, nima, men ovqat qilar ekanman? Bor o'zing qil. Yo'q, men chalg'imasdan bemalol futbol ko'rmoqchiman. Ha, ovqat ichimliklarsiz maza qilib futbol ko'ra olmaymiz-ku. Voy, xavotir olmang, mana o'zim tezkordan buyurtma qilamiz. Hozir futbol tomoshasi uchun maxsus ovqat, ichimlik tanlovi bor ekan. Miyang ishlab ketadi-ya bunaqa payt. Unda menga Evsdan zakaz qilgin. O, как раз. Hozir Evsda shaurmita M-setiga kartoshka fri va Pepsi 03 bilan 1+1 aksiyasi bor ekan. Foydali-ya. Ko'rdingmi, men bo'lmasam nima qilarding? Hop, hop. Voy, молодцы! O'qituvchidan kelsa bo'lsang ham futbol ko'rishga zo'r sheriksan-da. O'zi futbolni yaxshi ko'rgan uchun siz tanlaganman-ku. Voy. Qarang. Gol!